Aka tuzumisiz charchamang. Shu ishdaman. Aka Botir akani adminimisiz? Ha? Keyingi oyda 15iga to'y bor edi aka. Qayerda? Marg'ilonda. Ben Marg'ilonga bormaymiz. Ha. Yo'q, yoqqa bormaymiz. O'zi necha pul bo'layapti aka bir soatda? Yo'q, bormaydigan joyga narx yo'q-ku. Sababi yo'qmi aka uni? Bormaydi Marg'ilonga. Mayli aka bo'lmasa. Mana ko'rdilaring, Botir Qodirov Marg'ilonga to'yga kelmas ekan. O'zlaringni izohlaring, xulosalaringni yozib beringlar. Mana 2 safardan beri telefon qilyapmiz Marg'ilonga to'yga deb, adminiga Marg'ilonga to'yga kelmayman deyapti Botir Qodirov. Mana shu videoni Botir Qodirovni o'ziga tashlab qo'yinglar-chi, nima uchun Marg'ilonga kelmaskin? Biz Marg'ilonliklarni bir yomon ko'radigan joyi bormi ekan? Shu videoni tarqatishga yordam beringlar iltimos.